Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga Qoraqalpog'iston hamda O'zbekiston xalq yozuvchisi To'libbergen Qayibbergenov haqida ma'lumot beraman. To'libbergen Qayibbergenov 1929-yili Qoraqalpog'iston Respublikasining Kegeyli tumanida tug'ildi. Mehnat faoliyatini 1947-yili maktab o'qituvchisi sifatida boshladi. Qoraqalpoq davlat pedagogika institutini tamomlaganidan so'ng ko'p yillik ijodiy va tashkilotchilik faoliyatini Qoraqalpoq milliy matbuoti rivojiga bag'ishlab, Qoraqalpog'iston jazlari gazetasi muharriri, Qoraqalpog'iston nashriyoti direktori, Sovet Qoraqalpog'istoni gazetasi muharriri, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi huzuridagi radio eshittirishlar va televideniya qo'mitasi raisi, matbuot poligrafiya va kitob savdosi bo'yicha davlat qo'mitasi raisining o'rinbosari kabi mas'ul vazifalarda sidqidildan mehnat qildi. U 1980-yildan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi Yozuvchilar uyushmasining raisi lavozimida samarali faoliyat olib borib, Qoraqalpoq adabiyoti va san'atini rivojlantirish, yosh shoir va adiblarni tarbiyalash ishiga katta hissa qo'shdi. To'libbergen Qayibbergenov jamoat ishlarida ham faol ishtirok etib, bir necha bor Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi va Nukus shahar kengashi deputatligiga saylandi. To'libbergen Qayibbergenov o'zining yarim asrdan ziyod davom etgan yozuvchilik faoliyati davomida katta va sermazmun ijod yo'lini bosib o'tdi. U o'z asarlarida Qoraqalpoq xalqining tarixi, bugungi hayoti, milliy qadriyat va an'analarini yuksak mahorat bilan tarannum etdi. Uning qalamiga mansub Rahmat muallim, Sovuq bir tomchi, Kotib, Qoraqalpoq qizi, Mamanbiy afsonasi, Baxtsizlar, Gumrohlar singari qissa va romanlar, Qoraqalpoq dostoni trilogiyasi adabiyotimiz xazinasidan munosib o'rin egalladi. Bu asarlarning aksariyati jahondagi ko'plab tillarga tarjima qilinib, bir qator nufuzli adabiy mukofotlarga sazovor bo'lgan edi. Jonkuyar adibning keyingi yillarda e'lon qilingan publitsistik chiqishlarida mustaqilligimizning ma'naviy asoslarini mustahkamlash, Qoraqalpoq zaminida amalga oshirilayotgan ulkan o'zgarish va yangilanishlar jarayonini aks ettirish, bag'rikeng xalqimizning bunyodkorlik mehnatini ulug'lash, Orol muammosiga jamoatchilik e'tiborini qaratish mavzulari alohida o'rin egalladi. Atoqli yozuvchining adabiyotimizni rivojlantirishdagi xizmatlari davlatimiz tomonidan munosib taqdirlandi. U Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi, O'zbekiston xalq yozuvchisi faxriy unvonlari, Shuhrat medali, Do'stlik va El-yurt hurmati ordenlari hamda vatanimizning eng oliy mukofoti O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan.